Yana bir bor assalomu alaykum, hurmatli aziz yurtdoshlar. Bugun ham ota, ham ona bo'lib farzandlarga chiroyli ta'lim tarbiya berib, ularni voyaga yetkazib, yemak yedirgan, kiymak kiydirgan, farzandlar uchun juda ham mehribon bo'lgan onajonimiz Qunduzxon onamiz baxtli kunlarga yetib keldik va bugun safardagi qizlar nomidan, shu yerdagi o'g'illar nomidan ularga chiroyli bir sovg'alarimiz va chiroyli tabrik so'zlarimiz bor. Qunduz xolamizni biz yaxshi bilamiz, mehnatkash, nima deydi, sabrli ayol. Bugun Xudo xolasa ularga chiroyli tabriklarni yetkazamiz va chiroyli qo'shiqlar sadosi ostida onajonimizni kutib olamiz. Boshladik. G'amlar yuragimda kurtak otganda, omadim quyoshi nogoh botganda. G'amlar yuragimda kurtak otganda, omadim quyoshi nogoh botganda. Eng yaqin do'stlarim meni sotganda, onajon bir to'yib yig'lagim keldi. Eng yaqin do'stlarim meni sotganda, onajon bir to'yib yig'lagim keldi. Onajonim mehribonim, bag'ringizga bosh qo'yib yig'lagim keldi. Xazonlar qoplasa yurgan yo'lagim, yiqilib yerlarga teksa kuragim. Armonlar yutganda toza tilagim, onajon bir to'yib yig'lagim keldi. Bag'ringizga bosh qo'yib uxlagim keldi. Onajonim mehribonim, bag'ringizga bosh qo'yib yig'lagim keldi. Bu telba dunyoni sirin bilmadim. Yana bir bor assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun boya aytganimizdek sabrlik, matonatlik, bardoshlik, oq ko'ngil, mehribon onajonimizni bugun baxtli kunlarga yetib keldik. Qunduz xola, bugungi shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Mana bugun 15-aprel madaniyat xodimlari kuni ham. Albatta. Mana shu sohada qancha ishladingiz. Bolalarimda shu hech kimdan kam qilmay deb tinim bilmay ishladingiz. Lekin bitta narsaga qoyil qoldim. Men mana 15 yil oldin sizni tanigan bo'lsam, hali hanuz o'shandaysiz. O'sha ko'rinish. Shu tomoniga qoyil qoldim. Umringiz uzoq bo'lsin. Shu safarda yurgan farzandlaringiz sizni juda ham sog'inib, hozir mana zamon rivojlangan, bizni ko'rib turishibdi. Ruxsat bersiz, bir chiroyli bir tabrik so'zlar yuborishgan. Mana shu tabrik so'zlarni o'qib bersam. Mehribon onajonim, aziz insonimiz, 4 farzandni hech kimdan kam qilmasdan voyaga yetkazgan, biz uchun eng ishonchli tog'imiz, suyanchimiz, mehribon onajonim. Bugungi shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Garchi hozir olislarda bo'lsam ham sizni mehringizni, sizni taftingizni his qilib turibman. Doimo onajon baxtimizga sog' bo'ling.
Sizsiz bu dunyo bizga qorong'u. Onajonim, bizni qiynalib katta qildingiz. Bundan buyog'iga Xudo xolasa bizni rohatimizni ko'rib, rohatda, farovotda yurishlik nasib qilsin. Onajonim, doimo baxtimizga sog' bo'ling. Sizdek onamiz borligidan faxrlanamiz. Bugungi shukrona kuningiz bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz deb safarda sizni juda ham sog'ingan Dilnozaxon, Dilfuzaxonlar nomidan, qolaversa shu yerdagi o'g'illaringiz nomidan, kelinlaringiz nomidan, jiyanlar, yaqinlar nomidan, mana sizni nima deydi, qo'rg'oningiz, yelkadoshingiz Jannat akam nomidan va bizni mana shu tomosha qilib turgan qarindoshlaringiz ko'radi, yaqinlaringiz ko'radi. Qolaversa siz buyuk insonlar bilan bir safda ishlagansiz. Mana shu insonlar nomidan, o'zimiz nomimizdan tabriklaymiz. Tug'ilgan kuningiz yana bir bora muborak bo'lsin. Rahmat sizlarga. Tanjolar sog' bo'lsin, farzandlarimga ham umr uzun rizq olsin, hammalari ilohim omadini bersin. O'g'illarim baxtli, saodatli bo'lib, bolalar rohatini ko'rsin, qo'sha-qo'sha farzandlarni bersin, Abrorjonga yana to'ylar qilaylik, qizlarimga ham omadini bersin, baxtli, saodatli bo'lsinlar ham. Topganlariga baraka bersin. Menda shunday qilib yo'qlashibdi. Alloh nima niyatlar bo'lsa, niyatlarga yetkazsin hammalarini. Tanjonlari sog' bo'lsin, ishlab charchashmasin ilohim, hech kim kasal bo'lmasin. Sizlarda ham tanjonlaring sog' bo'lsin, umrlaring uzun, rizqlaring ulug' bo'lsin. Qo'shganlarimdan qo'shqalar shunaqa hammani yaxshi kunlarda birga bo'laveringlar. Hammamiz tanjonim sog' bo'lsin. Ukalarim, farzandlarimiz, nabiralarim, kelinlarim, o'g'illarim hammalar sizlarda ham tanjonlaring sog' bo'lsin. Shunaqa yaxshi kunlarda hammamiz birga bo'lishni nasib aylasin. Allohim tanjonlaringiz sog' qilsin, kasal bo'lmanglar. Endi bugun birin-ketin tabriklarni eshitamiz. Mana davramizda turgan Jannat aka, siz ukasiz-a? Albatta. Yo, akamisiz? Ukasiman. Yoningizga. Opani o'rni boshqa baribir. Chunki bir qorindan talashib tushgan, onani hidi keladi opadan. Albatta. Marhamat, tilagingizni eshitamiz. Ilohim turmuzingiz sog' bo'lsin, bolalaringiz baxtiga umringiz uzoq bo'lsin. Ilohim hech ham dard ko'rmang. Ilohim tanjoningiz sog' bo'lsin. Nima niyat qilgan bo'lsangiz niyati yetsin. Ilohim safardagi qizlaringiz ham baxtli bo'lsin, omadini bersin, qo'shganini qo'sha qarsin, ishlaringni ilgari qilaversin, omadlaringni bersin. Rahmat. bo'lsin, ilohim yuzlarga kiring, ilohim bolalaringizni baxtini ko'ring, bu qizlar ham katta qiz bo'lsin, hojilarga boring yana. Endi baribir hayajon bo'lish mumkin, lekin ona shunaqangi mehribon zotki, ham ota vazifasini, ham ona vazifasini bajarganligi uchun bugun onajon sizni yaxshi ko'raman, ikki og'zim so'z, boshqa so'z kerak emas. Hamma so'z o'shaning ichida mujassam bo'ladi. Mana shu gulni onajon sizni yaxshi ko'raman topshirib qo'ysangiz, shu gulni ushlab turibman shuning uchun. Mana opa singillaringiz nomidan, o'zingiz nomingizdan onajon sizni tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Sizni yaxshi ko'raman. Sizni yaxshi ko'raman. Yo'q, men ham Qarsangiz balandroq qo'yinglar. sog' bo'linglar, baxtli. Omon bo'linglar. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Qani kelinglar. O'zimda chiroyligim, gul yuzim ammam. Amma keldi, hamma keldi. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Baxtimizga sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Ammalarim ichida eng yaxshisi, eng chiroylisi, eng go'zali o'zingizsiz. Yana bir bor tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Oilamizni baxtiga, hammamizni baxtimizga sog' bo'ling. To'ylarimizni boshida turing. Yoshligimdan amma desam yetib kelarkansiz. Onamlardan, dadamlardan eshitaman. U ammam ham yaxshilar, siz ham eng yaxshi ammasiz. Ammalar ichida sizlarga teng keladigani yo'q. Umringiz uzoq bo'lsin. Baxtimizga sog' bo'ling. Yana bir bor tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Opalarim baxtiga, hammamiz baxtimizga sog' bo'ling. Yana bir bor tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Eshitamiz. Kayfiyat sal bo'lsa ham ko'tariladimi? Ha, Xudoga shukr. Endi dadasi bo'lganda yaxshi bo'lar edi, endi mayli ular o'tib ketdi, rohatini bolalarni men ko'ryapman. Iloh bundan bari ham shularni rohatini ko'rib, qariganimda rohatini ko'rish nasib qilsin, to'ylarini ko'ray, nevara, chevaralar, evaralarni bersin Allohim. Yana qayta hojilarga borish. Onajonimda bir tilagi bordi, shu hojiga boramanmikin. Shularda qayta yana hoji badal qilish niyatim bor. Ilohim o'shalarga nasib qilsin, topganlariga baraka bersin farzandlarimda.
hammasi yaxshi, iymonli, e'tiqodli, aytganimda qiluvchi farzandlar, solih farzandlardan bo'ldi. Kelinlarim ham insofli, diyonatli, mehrli, oqibatli, onajon deb har doim mehr ko'rsatishadi shular ham. Tanjonlar sog' bo'lsin, iyo qizimda ham omadini bersin, martabasini ulug' qilsin, topganlarga baraka bersin. Oybekjon o'g'limda ham tanjoni sog' bo'lsin, umr uzun rizqli bo'lsin, ota-onasini baxtiga, bizni baxtimizga, u ham mayor bo'lami, qori bo'lami, Alloh aytganini buyurib ilohim yaxshi kasblar egasi bo'lishni nasib qilsin ilohim. Hammalaring tanjonlaring sog' bo'lsin, sizlarni ham tanjonlaring sog' bo'lsin, yuraginglarda yaxshi niyatlaringga Alloh yetkazsin. Bolalaringni rohatini ko'ring, ota-onalaring sizlarni rohatini ko'rsin ilohim. Tanjonlaring sog' bo'lsin, martabalaring bundan-da ziyoda bo'lsin ilohim. Mana shu yerda bir chiroyli bir tabrik bor. Mana shu tabrikni eshittirmoqchiman sizga. Marhamat. Onajonim, umringiz uzoq bo'lsin, tanjoningiz sog' bo'lsin, tug'ilgan kunlaringiz bilan baxtimizga sog' salomat bo'ling. Ilohim. Bizni boqib bitta o'zingiz katta qildingiz, qiynaldingiz, hammasini ko'rib katta bo'ldik. Endi rohat oladigan, dam oladigan paytingiz bo'ldi. Onajonim, bunaqa yoshlarni mingtasini ko'ring, umringiz uzoq bo'lsin, doim kulib yuring. Sizga kulish yarashadi. Baxtimizga sog' salomat bo'ling. Hech qachon kasal bo'lmang. Tabriklaymiz yana bir bor. Qarsagilar bo'lsin. Safarda yurganlar, mana Xudo xolasa sizlarni yuborgan chiroyli gullaringni, sog'inchli salomlaringni yetkazdik. O'zi onaga duru gap har shart emas. Onaga kichkinagina e'tibor, onajon sizni yaxshi ko'raman degan ikki og'zim shirin so'z bo'lsa, onani shuncha qilgan mehnati hammasi bir zumda chiqib ketadi, to'g'rimi? To'g'ri. Baxtli kunlar muborak bo'lsin. Endi bayram deb bo'lsin, davraga taklif qilsak bo'ladi. Uzun zarda hayallarda, sochlari anbardu shamollarda, ikki yuzi qizargan uyalganidan, yuraknim mazonlarda. Ariqning bo'yida maysalar ochildi maloning o'yida, kecha rosa o'ynabmi sadrning to'yida, ko'zlarim chaqnaydi muhabbat ko'yida. Malohat menga bermagin jarohat, yuragimning davosi ey malohat. Sen olovsan, boshimga balosan, nechun uyalmay, sindirding meni uyalmay. Ariqning bo'yida maysalar ochildi maloning o'yida, kecha rosa o'ynabmi sadrning to'yida, ko'zlarim chaqnaydi muhabbat ko'yida. Malohat menga bermagin jarohat, yuragimning davosi ey malohat. Ana shoh hey. Mayin istar shaffoda, lablaring murabboda. Mana shu tabrikni ham qo'yib bersam bo'lsin. Va safarda ko'rayotganlar hozir nima deydi, yuraklari toshqib ketyapti bizni ko'rib va tabriklarni tez yo'llashga harakat qilishyapti. Marhamat, eshitamiz. Onajonim, tavalludingiz muborak bo'lsin. Jonim jahonim, mehribonim, jannatim, tavallud ayyomingiz qutlug' bo'lsin. Baxtingizga uzoq umr ko'ring, sog' salomat bo'ling. Umringiz uzoq bo'lsin.
Sizni judayam yaxshi ko'raman, onajon. Rahmat. Qarsigili bo'lsin. Ana endi oilaviy chiroyli suratlar